Demak, ustimizda bo'layotgan ayrim ishlar bizga yoqmayotgan bo'lsa, buni tushunmayotgan bo'lsa, bu bizning ojizligimizdan. Lekin shubha yo'q, buni hikmati bor. Qiyomatda albatta nima qilamiz? Ko'ramiz. Shuning uchun mu'minlarda oxirgi duosi nima bo'ladi? Va axiru da'vahum anil hamdulillahi robbil alamin. Qiyomat qoyim bo'lib qilgan duolarini dunyoda ijobat bo'lmaganidan norozi bo'lgan. Qilgan harakatlari, qilgan duolarini hammasini bu dunyoda bermagan bo'lsa, buni hikmatini oxiratga borganda ko'rib turib, nima deyshadi? Oxirgi tilaklari esa butun olamlar Parvardigori Allohga hamd va sano bo'lsin deydi. Qiyomatga borganda ko'ramiz birodarlar, mana shu ustimizdagi ishlarda hammasini hikmatini. Nimaga musulmonlar hozir kambag'al? Buni ham bir hikmati bor birodarlar. Bejiz bo'lmayapti. Hammasining orqasida bir hikmati bor.